Ramazon oyi munosabati bilan yurtimizda mahalliy hokimliklar va mutasaddi tashkilotlar hamkorligida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etildi. Ushbu savdo nuqtalari aholini sifatli va hamyonbop mahsulotlar bilan ta'minlash, ayniqsa ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilmoqda. Xorazm viloyatidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Urganch markaziy dehqon bozoridamiz. Mana bu yerda alohida arzonlashtirilgan yarmarka tashkil etilgan. Shu yerga kirib kelishimizdan bizni e'tiborimizni tortgani bu yerda Ramazon dasturxoni uchun kerakli bo'lgan mahsulotlar va boshqa turdagi mana ko'ryapmiz bu yoqda meva, sabzavot, go'sht mahsulotlari umuman olganda alohida taraddud ko'rilgan. Ramazon oyida bunday arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalarining tashkil etilishi yaxshi tashabbus. Unda fermer xo'jaliklari, chorvadorlar, dehqonlar va ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etyaptilar. Narxlar bozorga nisbatan arzon. Rastalardan 50 turdan ziyod meva, sabzavot, qandolatchilik va go'sht, baliq mahsulotlari, yaxna ichimliklar o'rin olgan. Narx-navosi ma'qulmi? Ma'qul, juda arzon ekan, yaxshi, rahmat. Mana davlatimizga rahmat, ana ro'za paytimizga mana shunday sharoitlarni yaratib beryaptilar. Mana arzon 95 ming so'mdan go'sht olyapmiz. Mana Ramazon dasturxoni uchun bozorimizda hamma narsa bisyor, hamma narsa arzon, hamma narsa bor, Xudoga shukr. Şu yarmarkaya girmedim, birinci arzon ekan, şundan aldım. Satuvchilar ham rahmat, hamma narsa arzon, sifatli. Ramazon oyi bilan tabrikliyman. To'kin sochillik bo'lsin. Mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilarga yetkazilyapti. Viloyatda 1600 taga yaqin bog'dorchilik fermer xo'jaliklari bor, 100 taga yaqin sabzavotchilik fermer xo'jaliklari bor. Bular endi shu xalqni arzonlashtirilgan mahsulotlar bilan ta'minlab turibdi. Oziq-ovqat yarmarkasi bo'yicha mahsulotlarni kunda o'z nazoratini olib turibmiz. Tumanlar uchun alohida rastalar tashkil etilgan. Bu kundalik monitoring qilinib, o'rganilib turibdi. Bularni oziq-ovqat mahsulotlarini shu yarmarkada sotilishini uzluksiz ta'minlaymiz. Shuningdek, alohida har bir tuman uchun go'sht do'konlari mavjud, yetarlicha sharoitga ega. Yarmarkamizda Ramazon oyi munosabati bilan shu arzon narxlarda sifatli mahsulotlarni sotish yo'lga qo'yilgan va buni nazorati kundalik tartibda olib borilmoqda. Chorvachilik va veterinariya bo'limlari bilan birgalikda mol go'shtini sifatini alohida tekshirib, narx-navosini muntazam nazorat qilish ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunimizda yarmarkamizda tashrif buyuradigan hamshaharlarimiz yarmarkamizdagi mahsulotlar sifati va narxidan mamnunlar. Ma'lum qilinishicha, yarmarkalar viloyatning barcha tumanlaridagi dehqon bozorlarida ham tashkil etilgan. Ramazon oyida davom etadi. Bu esa aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror narxlarda ta'minlashga xizmat qiladi.